Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Demak, davom etamiz. William Gann texnikasi bo'yicha tillarni analiz qilishda demak boshladik. Xo'p, hozir qanaqa holat bo'lyapti? Demak, D1 grafik bilan har doimgidek boshlaymiz. Demak, birma-bir. Demak, ozgina orqalardan boshlaymiz. Demak, 55.059 уровень proboy bo'lmagan. Ko'rdinglar, riski bozor pastga qulab, bitta, ikkita, uchta kvadrat, ya'ni har bitta kvadratimiz 3400 punktdan iborat. Demak, bozor bittada 10.000 punktdan oshuv pastga qulagan, riski quladi va oxirgi qulagandan keyin mana bu уровень mana swip bo'ldi, lekin bozor demak buni zakreplение bo'lmagan pastda, to есть va riski orqaga qaytdi bozor va bu yerda ko'ryapsizlar, hozir mana bu shamimiz mold, ya'ni hammer shamimiz. Demak, bilasizlar, hammer sham bozor razvorot shami hisoblanadi. Demak, uzun dumchasi bo'ladi, tepada kallachasi bo'ladi. U demak tanasini rangini farqi yo'q va undan keyin agar mana bunaqa bычий, ya'ni buqa sham shakllansa, скорее всего bu bozor, ya'ni bay ketishga tasdiq bo'ladigan sham, adashmasam kuzatamiz. Agar bozor mana hozir 4819 da mana bunaqa sham bo'lib yopiladigan bo'lsa, скорее всего уже keyingi уровень bizada 5182. Agar bu ham уровень proboy bo'ladigan bo'lsa, yana исторический o'sha maksimumni yana swip qilishimiz mumkin. 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da bozor o'sha kecha aytganim bo'yicha alternativniy variant bo'yicha ketyapti. Ya'ni men kutganimdan pastda zakreplение bo'lib, дальнейшее снижение 4100 ga tushib ketishni va alternativ variantida aytuvdim, что bozor ana bunaqa kanal yoki flatway holat bo'yicha ugullardan ugulga kelib mana bu zonaga kelishi mumkin dedim. Bizada demak mana shu hozir yashil zona, kuchli сопротивление zona. Agar bundan tepada proboy bo'ladigan bo'lsa, уже ugullarni proboy qilib, уже скорее всего yana исторический maksimumni demak swip qilishimiz mumkin. Kuzatishda davom etamiz va qo'shimcha sifatida men o'sha o'zim yasagan indikatorni ko'rsatmoqchiman. Mana o'sha kecha men bu indikator yaqinni yozib tugatdim va ko'rishingiz mumkin. Bu indikator kuniga 2-3 ta signal beradi. Mana kechagi signallardan biri mana bayga signal bergan strelkacha turibdi. Shu yerda aytib o'tib ketmoqchiman, ko'pchilik bu indikatorni mana strelka go'yoki bozor ketgandan уже yur bo'lgandan keyin paydo bo'ladi deyishyapti, lekin bu unaqa emas. Kecha men shu bayga signal berilganda sразу bitim ochganman. 3 ta. Buni Telegram kanalida ko'rishingiz mumkin. Telegramga o'tib Telegram kanalida yaqqol isbotlab berdim. Что men o'sha vaqtigacha isbotlab berdim. Strelka paydo bo'ldi, signal berildi, bayga kirganman. 3 ta bitim ochdim. TP1, TP2 urilgan, TP3 men ochiq qoldirganman, что bozorni shunaqa bunaqa ketishi uchun, ko'proq demak punkt olish uchun. Va действительно уже mana bu yoqqa kelganda menda 1200 punkt foyda turuvdi va bozor riski orqaga qaytdi va o'sha yerda men 700 punktni yopib yubordim. 700 punkt ham yomon emas. Va kutilgandek bozor yana darsh ketdi. Mana hozir где-то mana shu tochkadan 2300 punkt foydada turibdi. Bunaqa signallardan kecha boshqa va kunlari rosa ko'p bo'lgan. Juda ham kuchli indikator. Xullas, bizada onlayn kurslarga start berilgan. Mana bu Gann texnikasi bo'yicha pro kurslar, 50 to'lqinlarda smart money va kuchli darsliklar bo'ladi va darsliklar yakunida bunaqa indikatorlar va robotlar ishtirokchilarga bepul beriladi. Shuning uchun agar xohlovchilar bo'lsa 5 tagacha o'quvchi olamiz onlayn kursga. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramdan yozing. Like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.